Rafinha qaror qabul qildi. Barselonadan ketadimi yoki qoladi? Assalomu alaykum. Secretex kanali obunachilari. Futbol olamida ayrim xabarlar shunchaki oddiy transfer mishmishlar bo'lishi mumkin. Ammo ba'zi yangiliklar butun Yevropani shov-shuvga soladi va hozir aynan shunday voqea sodir bo'lmoqda. So'nggi haftalarda Barselona muxlislarini bir savol qiynayotgan edi. Rafinha ketadimi? Saudiya Arabistoni klublarining ulkan takliflari, millionlab yevrolik shartnomalar va katta bosim. Ko'pchilik braziliyalik yulduz allaqachon qarorni qabul qilgan deb o'ylayotgandi. Ammo hammasi kutilmagan tomonga o'zgardi. Rafinhaning qarori oshkor bo'ldi. Marca nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Rafinha hozircha Barselonani tark etish niyatida emas. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Katta pullar, super takliflar va Saudiya klublarining qiziqishiga qaramay, Rafinha hozircha Kataloniyada qolmoqchi. Bu xabar internetda haqiqiy portlash yasadi, chunki ko'pchilik uning ketishiga deyarli ishonib bo'lgan edi. Nega aynan hozir bu masala shunchalik qizib ketdi? Chunki Barselona hozir juda murakkab vaziyatda. Klub moliyaviy bosim, transfer muammolari, maosh limiti va tarkibni kuchaytirish ehtiyoji bilan kurashmoqda. Shu sababli har bitta katta transfer imkoniyati klub uchun muhim va Rafinha eng qimmat aktivlardan biri. Saudiya klublari nega aynan Rafinhani xohlamoqda? Buning javobi juda ham oddiy. Chunki Rafinha tezkor, texnikali, gol ura oladi va katta o'yinlarda bosimdan qo'rqmaydi. Bunday futbolchilar hozir juda ham kam. Saudiya klublari esa Yevropaning eng katta yulduzlarini yig'ishda davom etmoqda va Rafinha ularning asosiy nishonlaridan biriga aylanib ulgurgan. Barselona ichida nimalar bo'lmoqda? Manbalarga ko'ra, klub rahbariyati hozircha shoshilmayapti. Kataloniyaliklarning vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda. Agar rasmiy taklif kelsa, shundagina jiddiy muhokama boshlanadi. Bu esa bitta narsani ko'rsatmoqda. Barselona hali ham ikkilanmoqda. Rafinha nega qolishni istayapti? Bu yerda eng qiziq nuqta boshlanadi. Ko'pchilik futbolchilar katta pul uchun Saudiyaga ketishni tanlaydi. Ammo Rafinhaning maqsadi umuman boshqacha. U hali ham Yevropadagi eng yuqori darajada o'ynashni xohlayapti va eng muhimi, u o'zini Barselonada muhim futbolchi sifatida his qilmoqda. Rafinhaning ushbu mavsumdagi natijalari ko'pchilik uni tanqid qilgan paytlar ham bo'ldi. Ammo statistika boshqa narsani ko'rsatmoqda. Joriy mavsumda 19 ta gol, 8 ta golli uzatma va 31 ta o'yin. Bu raqamlar oddiy emas. Bu raqamlar Rafinha jamoaning muhim figurasiga aylanganini ko'rsatadi. Nega muxlislar ikkiga bo'lingan? Chunki ayrimlar shunday deb hisoblamoqda. Agar katta taklif kelsa, sotish kerak. Boshqalar esa Rafinha ketsa hujum chizig'i qulaydi deyishdi. Va bu bahs tobora qizib bormoqda. Flick Rafinha haqida nima deb o'ylayapti? Ayrim manbalarga ko'ra, murabbiy Rafinhaning jamoaning eng muhim qismi deb hisoblaydi. Chunki braziliyalik tezlik, dribling va pressingda juda foydali. Bu esa hozirgi futbolda juda ham muhim. Ayni muddao Barselona pul uchun uni sotadimi? Mana shu savol hozir barcha muxlislarni qiziqtirmoqda. Chunki klubning moliyaviy ahvoli ideal emas. Agar Saudiyadan 100 million yoki undan ham yuqori taklif kelsa, vaziyat butunlay o'zgarishi mumkin. Rafinhaning o'zi nimani xohlayapti? Hozircha u qolishni istamoqda. Bu esa Barselona muxlislari uchun katta yaxshi xabar. Chunki Rafinha oxirgi oylarda o'zining eng yaxshi formasiga chiqmoqda. Barselonada katta o'zgarishlar bo'ladimi? Ko'pchilik ekspertlar shunday deb hisoblaydi, chunki klub yangi transferlar, maoshlar va tarkibni qayta qurish ustida ishlayapti. Shu sabab yozda katta sensatsiyalar bo'lishi mumkin. Rafinhani sotish xato bo'ladimi? Ayrim muxlislar ha deyishdi,
chunki u hozir jamoadagi eng xavfli hujumchilardan biri. U katta o'yinlarda ham o'zini ko'rsata oladi, ayniqsa tez qarshi hujumlarda, qanotdagi driblingda va hal qiluvchi vaziyatlarda. Saudiya klublari to'xtamayapti. Manbalarga ko'ra, arab klublari hali ham vaziyatni kuzatmoqda va ular yangi taklif bilan qaytishi mumkin. Bu esa yozni yanada qiziq qiladi. Transfermarkt nega uni 80 millionga baholamoqda? Chunki hozirgi bozorda bunday futbolchilar juda ham qimmat. Rafinha tajribali, yuqori darajali va hali ham top formada. Shu sabab uning narxi juda ham baland. Agar Rafinha ketsa, Barselonaning hujum chizig'ida katta muammo paydo bo'lishi mumkin. Chunki u tezlik, energiya va gol xavfi beradi. Bu sifatlarni topish oson emas. Barselona muxlislarining eng katta qo'rquvi. Ko'pchilik Barselona muxlislari bir narsadan qo'rqmoqda. Klub yana moliyaviy sabab bilan yetakchi futbolchisini yo'qotib qo'ymasmikan? Chunki bu avval ham sodir bo'lgan. Rafinha kelajagi hali ham noaniqmi? Ha, hozircha u qolishni xohlayapti, lekin futbolda hammasi juda tez o'zgaradi. Ayniqsa, agar ulkan taklif kelsa, hammasi boshqacha bo'lishi mumkin. Bizning fikrimiz. Haqiqat shundaki, Rafinha hozir Barselona uchun juda muhim futbolchi. U nafaqat gol uradi, balki jamoaga energiya ham beradi. Ammo zamonaviy futbolda pul katta rol o'ynaydi va Saudiya klublari istalgan vaziyatni o'zgartirib yuborishi mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? Rafinha Barselonada qolishi kerakmi? Yoki klub katta pul uchun uni sotishi to'g'ri qaror bo'ladimi? Agar aynan siz Barselona rahbari bo'lganingizda qanday qaror qabul qilgan bo'lar edingiz? Fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Biz har bir izohni o'qiymiz va sizlarga albatta javob berishga harakat qilamiz. Sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Videoga like bosishni, kommentariya yozishni va Secret X kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Chunki kanalimiz aynan sizlarning qo'llab-quvvatlashingiz bilan rivojlanadi. Oldinda yana shov-shuvli, eksklyuziv va sirli futbol yangiliklari sizni kutmoqda. Biz bilan qoling. Secret X bu futbol olamidagi yashirin haqiqatlar maskani.